afsuslanadi, lekin kech bo'ladi. Chunki sochilgan g'azablar va ko'rsatilgan zo'ravonliklar bolani taqdirida, jismida, ruhida va eng yomoni xotirasida abadiyga qoladi. To'g'ri, bola qanchadir vaqt buni xotirasida eslamasligi mumkin, lekin u o'chdi degani emas. Bola hayotida o'ziga keladigan zarbalarni tub ildizida mana shu ota-onasidan olgan birinchi zarbalarni har doim ko'radi, his qiladi. Shuning uchun ham agar barakasi bo'lmasa, sevgida omadi bo'lmasa, u ota-onasini darrovdaki ayblaydi. Ota-onamga nisbatan qalbimda kechira olmayman, abidam bor deb kelishadi konsultatsiyaga. Ota-onalar ham o'z navbatida vijdon azobida qolishadi. Bu vijdon azobi bilan yashash juda qiyin, lekin o'sha paytda shunga o'zi majbur qilgan. O'sha paytda boshqa ilojim yo'q edi. Men ham yosh bo'lganman, men ham u bo'lganman, bu bo'lgan degan har qancha oqlovlarni keltirishsa-da, bu vaziyat xatoligini ich-ichlaridan sezishadi. Shuning uchun bolani urmaslik kerak. Urgan har bir ota-ona buni to'lovini ertaga kelajakda farzandidan keladigan e'tiborsizlik, mehrsizlik bilan olishini unutmasligi kerak.